Assalomu alaykum. Siz bozordan qanaqa mollarni olishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Mavzumiz mana shu haqida videoni kuzatib boring. Agar sizga qiziq bo'lsa, videolarimizni TikTokda, Instagramda, Facebookda to'liq esa YouTube kanalidan ko'rasiz. E'tibor bering. Siz bozorga borganda talg'ir rang mollarni olmang, arzon bo'lsa ham. Agar siz bug'oz holda olib, 3-4 oylik bug'oz bo'lsa, yo 5 oylik bug'oz bo'lsa, olib tug'dirib sotib foyda ko'raman desangiz, yem-yemish mehnatingizga juda kam haq qoldiradi bu ranglar. Chunki bozorda bularda xaridori kam, talg'ir, oq rangdagi mollar. Undan keyin mollarning shoxi juda xunuk, qulog'ida kesigi bo'lsa, tishi past va qarri bo'lsa, siz bug'oz holda olayapsiz-da, tug'dirib sotaman, yem-yemishdan tashqari ozgina menga mehnatimga haq qolsa bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, bunaqa rang mollardan olmaganingiz ma'qulroq. Olsangiz ham tug'dirib, bolasini katta qilib, sutga to'ydirib, o'zini go'shtlikka sotishingiz mumkin. O'shanda katta haq qoladi, agar uni ham yaxshi semirsa. Iloji boricha tishi past va rangi past mollardan olmang. Agar suti yaxshi berib qolsa, sut. Siz uni sutini 3-4 ta buzog'iga egimizsangiz agar, buzoqcha sotib olib, rangi past, suti zo'r. Siz 3 ta yo 4 ta buzoqcha sotib olib, uni emizdirsangiz, u buzoqlar sutga to'yib sizga foyda qoldiradi. Agar suti ham kam bo'lsa, qarri bo'libdir, rangi past, sizga umuman foyda qoldirmaydi.